23-iyun Xalqaro Olimpiya kuni. 1894-yil aynan shu sanada Baron Perdekuberten tomonidan Xalqaro Olimpiya qo'mitasiga asos solingan. Bugungi kunda mazkur bayram butun dunyoda tinchlik va salomatlik elchisi sifatida keng nishonlanib kelinmoqda. Xalqaro Olimpiya kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlarining uzviy davomi sifatida Qarshi shahrida keng ko'lamli 2026 qadam sportni targ'ib qilish aksiyasi tashkil etildi. 23-iyun Xalqaro Olimpiya kuni 1948-yildan buyon nishonlanib keladi. O'sha Xalqaro Olimpiya qo'mitasi tashkil qilinishi 1894-yilda tashkil qilingan, ham 1948-yildan ushbu kun bayram sifatida butun dunyoda nishonlanib keladi. Aksiya ishtirokchilari shahrimiz bo'ylab ramziy tarzda 2026 qadam bosib o'tib, sport va sog'lom hayot tarafdori ekanliklarini namoyish etdilar. Tadbir davomida turli yoshdagi fuqarolar, sportchilar, trenerlar, volontyorlar hamda sport ixlosmandlari faol qatnashdi. Shuningdek, jamoat transportlari, yirik savdo markazlari va aholi gavjum hududlarda targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Bugungi bayramimiz markazimiz sportchilarini yana ham yangi yutuq, yangi g'alabalarga chorlaydi. Mana bugun futbol bo'yicha milliy terma jamoamiz Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'layotgan jahon chempionatida bugun ikkinchi o'yinini o'tkazadi. O'sha bugun sportchilarimizga o'yin oldi bir o'zgacha bir tadbir, motivatsiya bo'ldi. Sportchilarimizni bugun markazimiz jamoasi bilan birgalikda sportchilarimiz bilan birgalikda ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Aksiya doirasida ishtirokchilarga esdalik sovg'alari, maxsus qo'l tasmalari va targ'ibot materiallari topshirildi. Sana munosabati bilan turli sport challengelari tashkil etilib, faol qatnashchilar rag'batlantirildi. Ushbu tadbirlar aholining sportga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, sog'lom va faol hayot tarzini ommalashtirish hamda olimpiya harakatining ezgu g'oyalarini keng jamoatchilik orasida targ'ib etishga xizmat qildi. Olimpiya qadriyatlari esa tinchlik, do'stlik va birdamlik timsoli.